yosh jamoaga O'zbekiston iftixori unvoni beradi. Rahmat kattakon muhtaram prezident. Boshimiz osmonga yetdi. Assalomu alaykum hurmatli prezident. Sizni tabriklaymiz mana shu tarixiy natija bilan. Rahmat, qahramonlik uchun rahmat bolam. Rahmat kattakon. Juda ham xursand bo'ldik mana shu tabriklarni eshitib, hozirgi unvonlarni eshitib. Boshimiz osmonga yetdi. Rahmat kattakon sizga. Duolaringiz bilan mana shu tarixiy. Albatta mana shu bugun telefonda ota-onalaringizga mani nomimdan rahmat mana shunda farzand o'stirganlarga hammalaringga ota-onalaringga rahmat deb aytadi va hamma tomondaga aytadi. Albatta, albatta. Rahmat kattakon. Hurmatli prezident, assalomu alaykum. O'tkirbek, qahramon deb bilaman man seni. O'zim ko'rib hali quchoqlab rahmat deyman. Assalomu alaykum. Sizga bormi aytgan gaplarim sanki? Aytgan gaplaringiz xush ko'rdi. Lekin haqimizda hozir yuzimiz yorug' bo'lish uchun harakat qildik. O'zimiz daragamizdan juda xursandmiz. Tarixiy g'alabalaringiz bilan yana bir marta tabriklayman. Sog' bo'ling, katta rahmat. Sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat.